Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan FIFA O'zbekiston kanali bo'ladi. Obunachilar, bugun yana biz FIFA O'zbekiston kanalida FIFA Mobile o'ynaymiz. Xo'p, mana bugun yangi sabita keldi. Xudo xolasa Bellinghamni yana 100lik kartochkasi, lekin pozitsiyasi boshqa. Endi esa buni ochib olamiz. Bellingham ham kerak. Adminlarga ishlatamiz yoki FIFA Mobile'ga birinchi kirganlarga tarkibiga qo'ysa bo'ladi. Xo'p, bu yerlarni o'ynab, bu yerdan sovg'ani olib, mana 99 dan 1gacha ekan. Keyin esa disk 2 ga o'tar ekan. Xo'p, biz klassikka o'tamiz. Videoga like bosib obuna bo'lib obunachilar. Mana bu yerda 400 bo'lib turibdi. Bu yerdan 13 ta. Bu yerdan sovg'ani olamiz. Obunachilar aytgandek, videoning oxirida 40 ming jetonga ochamiz. Xo'p, kimlar tushar ekan? Xo'p, qani ochamiz. Yirmi 5 olmos nimaga kerak? Xo'p, obunachilar, men kim olmoqchiman? O'sha videoda o'tgan rolikda aytganimdek, mana Barnesni olmoqchiman. Ikkinchi rolik ochildi. Barnesni olishimga sabab Neymarni almashtiramiz. Hoppa, bu yerda juda zo'r futbolchilar kelibdi. Menga yoqyapti. Menga kerak pozitsiya bu Carlos Puyol. Maguire. Unchalik yaxshi futbolchilar kelmayapti. Yaxshi futbolchilar kelgan. Carlos Puyol, Marquinhos, Lahim, Stam, Davis, Best, Lukaku. Bu menga qolgan Maguire. Yo'q, menga emas bu. Endi esa Mainga o'tamiz. Bu yerda ikkinchi kodu ochilgan, o'sha rolikka kirib ketadi. Endi biz pak ochamiz. Bu yerda nima yozmayapti? Xo'p, hozir kirib qoladi bu yerga. Nimaga ochmayapti? Tushunmayapti. Xo'p, toza sabita kelibdi. Sokin Plus degan. Yo'q, sokin emas. Soccergan Plus degan. Nima tushunmayapman. Xo'p, nimalar bu? Qaysi futbolchi bo'ladi? Nimaga yaraydi? Nima bu? Aylantirsak, mana shu yerdan tushib qolish mumkin. Obunachilar ko'rayotgan bo'lsanglar, har FIFAning har yangi sabitasida mana shunday galeriyalar ko'p chiqyapti. Mana bu yerda kimlar bor?
Liviya Kole bor, Lampard bor, Gattuso bor, Ricardo Cannavaro bor, Bruno Fernandes bor, Ferdinand bor. Mana shular har saviyada kelib qolyapti. Nimaga bilmadim. Xo'p, endi bizning odamlardan nimaga? Tarkib hali ham o'sha. Lekin men 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ta masala o'ynab qo'ydim. 15 ta. Bu o'sha Barnes uchun. Gar Barnesdan ortiq qolsa, kimni kuchaytiramiz? Kimni? Xo'p. Odam full deyapti. Savunchilar aytgandek, biz boshqa, ya'ni futbol center degan yerlardan ham biz pak ochamiz hozir. Futbol center. Bu yerlar yangilanmaydi hali. Lekin bu yer yangilandi. Bu degani ko'paytirsak bo'ladi yana. Chunki bu ketmamiz Cristiano Ronaldo. Savunuvchilar 1800 değil. Cristiano Ronaldo kelarken kelibdi. 400 da qo'yib bitta o'ynab ko'ramiz. Omad kelsin endi. O'sha like bosish, abuna bo'lish esdan chiqmasin. Darhol videodan chiqib ketmanglar, chunki videoning oxirida 40 minut, 10 minut, kerak bo'lsa 4 minut, kerak bo'lsa 2 minutdan ham ochamiz. Chunki men u jetonlardan 100 mingtaga yaqin yig'ib qo'yganman. Bitta gap aytish esdan chiqibdi, zamonachilar. Video chiqarmaydi deb obunani bekor qilishni bosish shart emas. Chunki men har 4-kun video chiqaraman. Parejo yaxshi. Diallodan fint. Diallo oldirdi. Cristiano Ronaldo aldab pas berdi-yu, lekin More o'z ishini puxta qildi. Dialloga pas. Diallo zarba berib kelmoqchi, afsus o'xshamadi. Stam olib qo'ydi. Raul, Shinit Raul, Sapagul. Keldi. Zabunachilar, o'zim men Neymarni boru tarkibimdan yo'qotmoqchi emasman. Nimaga desa, u FIFAchilar bilan bahslashib qolganmi bilmayman. Cristiano Ronaldo qanday bizning himoyachilar
qilishni o'yladim. O'sha FIFAchilar bilan urushib qolganmi? Nima qilgani uchun uni kartochkasini olib tashlabdi. Olib tashlaganlar. Shuning uchun men ablenga vermoqman yoki boshqa yerga ishlatmoqman. O'shaning uchun ochiladigan futbolchilar bor. Zarba, gol. Chiroyli gol. O'sha FIFA gerchilar bilan urushgandan keyin esa uning kartochkalarini FIFAdan olib tashlashdi. Menga ishonmayotgan bo'lsanglar, o'zlaring qarab ko'ringlar, o'zlaring. Qaranglar, Fintiga necha odamlar raqiblar sindir deb aytgandek ama uni ustiga ikki oyog'i ham 5 ga 5. Uzoqdan zarbasi ham kuchli. Endi nima kutsa bo'ladi? Yo'qotib bo'ladimi? Tezlik 151 dan ziyod. To'siqlarni yo'q qilish kerak edi shu yerda. Katta deb bo'ldi. Xo'p, aziz obunachilar, men bu yerda o'tkazib qo'ydim. Uzr, endi mana shu Ronaldo deganlar qo'llarini uzib tashladi. Endi esa bu yerdan o'tamiz. Ilojsiz lekin Ronaldo uchun Ronaldoni ishlab olishga harakat qilamiz. Xo'p. Qani? Workout bor. Qo'shimcha stretcher. 97'lik. Düştü de. Ha? Ronaldo. Hayır. Şimdi. Ronaldo. Oh. Van Persie. Büyük polis. Lekin kötü oynadı. Ano. Ranki. Ronaldo. Portugalya. Frank Marco. Anladım. Hiç bilmeyen de orada kullarını girse nerede? Kalmadı. Hoppa. Ronaldo. Çok kuruldu. Lekin Portugalya çıktı dedi. Hop, endi ise
40 jetondan ochamiz. Azonachilar mana shu yerga nimaga kirmayapti? Chunki hali bir narsalar qo'yilmagan fikr xatosimi bu? Bilmadim. Xo'p. Jetonlarni ko'rib voy totdi bormaylar. Nimaga o'chmayapti? Internet yaxshi-ku. O'zi obunachilarni tushunmayapman. Nimalar qo'shilib ketdi bu yerlarga? Nimalar qo'shilib ketdi? 30 million beraman debdi. 10 million mos. +6, +7, +3, +5. Sho'moyo. Buni albatta o'lamanmi? O'laman. Xo'p, mana shu yerdan berib qo'yish mumkinmi? $80'lik Aleksandr Arnold. O'yinimiz bor. Yo'q, to'xtanglar. Mana shu. Bu yerda ham 1-2 bor. 40 jetonga. Bu yerda 1-2 94 +1. Qaysini olsa ekan? 94 +1 tushib qolsa keyin men bu 4000 ekan. Ey yuragim yorib kelyapti. Ochamiz uni. Mana jetonlar 60 mingta yetadi. Xo'p. Menga Zidan kerak yoki Shimkel kerak. Bo'ldi, Lishni kerak. Lishni kerak emas. 2%, 1% bilan 107'lik Zidan. Chiqib kelishni qaranglar. Yes deganni chiqib kelishni ham hatto ham o'zgardi. Mana ko'rdinglar? Xo'p, qani. Zidan, Zinedin Zidan. Xo'p. Ochil. Kim bu yerda? Mana shu obunachilar. 5'lik moddiy son tushgan. Qaysini olamiz? Obunachilar. 4'lik mosta o'ylayman. Xo'p, bu jetonni boyagi yerga olamizmi yoki kerak emasmi? Xo'p, obunachilar, moddiy sonni olamanmi? Endi bu yerda ochamiz. 1-2 ushlab olsak juda ham zo'r. 99'lik Kohlert. Obunachilar, videoga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Shu yerda videomiz o'z nihoyasiga yetadi. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar bilan FIFA O'zbekiston kanali bo'ldi. O'sha 10 ta likedan keyin yoki boshqa shunaqa likelarni ko'paytiringlar. Xayr, sog' salomat bo'ling.